Navbatchi xodim sizga nisbatan tezkor tadbir o'tkazildi. Bugungi kunda jamiyat rivoji uchun eng katta xavf bu korrupsiya hisoblanadi. Har qanday korrupsion holatlarning vaksinasi bu halollikdir. Ba'zida halollik haqida so'z yuritamiz, ammo bu shunchaki oddiy so'z emas, bu tanlov. Har kuni xizmatga chiqayotgan xodim uchun esa bu tanlov hal qiluvchi daqiqalardir. Avval pora uzatayotgan qo'lni ko'rasan, ammo shu paytda sening yuragingda vatanga va xalqqa sodiqlik qasamyodi g'olib chiqishi shart va zarur. Zero halollik bu adolat ramzidir. Ichki ishlar organlarida adolatli, halol va vijdonan pok xodimlarni himoya qilish, nojo'ya xatti-harakatlar, suiiste'molchiliklar va korrupsion holatlarning barvaqt oldini olish, tizim obro'siga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi omillarni aniqlash va ularni bartaraf etishda shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi alohida o'ringa ega. To'g'ri, ular ko'rinmaydi, lekin tizimning eng muhim tayanchi bo'lib, asosiy vazifasi nafaqat qonunni himoya qilish, balki xodimlar vijdonini ham qo'riqlaydilar. Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi ishladi. Malik emas bu nima qilibsizlar? Shaxsiy xavfsizlik bo'linmalari xodimlarni jazolash uchun emas, tizimda adolatni ta'minlash uchun. Eng avvalo har bir xodimni o'z xizmat vazifasini vijdonan, halol va yuksak professional bajarishiga, soxtakorlik va suiiste'molchilikka yo'l qo'ymaslikka xizmat qiladi. Xususan, bo'linmalarga kelib tushgan ma'lumotlar asosida joriy yilning o'tgan davrida 60 ga yaqin nopok xodimlarga tezkor tadbirlar o'tkazilib, ularga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlangan. 250 ga yaqin xodimlarning sodir etishi mumkin bo'lgan turli huquqbuzarliklari barvaqt oldi olingan. 300 dan ortiq xodimga nisbatan pora taklif qilgan shaxslarga tezkor tadbirlar o'tkazilib, qonun ustuvorligi ta'minlangan. 557 nafar rahbar va xodimlarga noo'rin harakatlar yuzasidan intizomiy ta'sir choralari qo'llanilib, 479 nafar xodim tizimdan bo'shatilgan. Shuningdek, tizim obro'siga putur yetkazuvchi xatti-harakatlar sodir etgan 250 nafar fuqarolarga nisbatan tezkor tadbir o'tkazilib, jinoyatlari fosh etilgan. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi karantin tadbirlarini ta'minlash guruhi xodimi fuqaroni kelgusida iste'molga yaroqsiz go'sht mahsulotlarini olib o'tishiga ko'z yumishi evaziga undan 500 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlangan. Xodim ichki ishlar organlari safidan bo'shatilgan va Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi V bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, xodimga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Navbatdagi holatda Samarqand viloyati Pastdarg'om tumani ichki ishlar bo'limi profilaktika inspektori ish yurituvidagi hujjatlar bo'yicha fuqaroga chora ko'rmaslik evaziga undan 800 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlangan. Xodim ichki ishlar organlari safidan bo'shatilgan va Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi A bandi va 211-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, xodimga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Yana bir holatda Namangan viloyati Davlatobod tumani ichki ishlar bo'limi patrul post xizmat xodimi fuqaroning avtomashinasidan giyohvandlik moddasini aniqlab, chora ko'rmaslik evaziga undan umumiy qiymati 11 million so'mlik tilla taqinchoqlarni ta'magirlik yo'li bilan olgan vaqtida ushlangan. Xodim ichki ishlar organlari safidan bo'shatilgan va to'plangan hujjatlar yuzasidan tergovga qadar tekshiruv ishlari o'tkazilmoqda. Ichki ishlar organlari tizimida halol va pok xodimlar ishlaydi. Nopok xodimlarga aslo o'rin yo'q. Agar siz ham xodimlar bilan bog'liq ta'magirlik yoki boshqa jinoyatlarga guvoh bo'lsangiz, Ichki ishlar vazirligining 1102 yoki shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasining 71 kodi bilan 231 3174 raqamlariga xabar bering. Eslatib o'tamiz, ushbu raqamlar tun-u kun xizmatingizda. Qo'rqmang, sizning shaxsingiz sir saqlanishi kafolatlanadi. Nafs boylikni istaydi, halollik esa oromni beradi. Xo'sh, sen qaysi yo'lni tanlaysan? Ixtiyor o'zingda, biroq unutma, egri yo'lning oxiri falokatdir.